79.500. Yo, noto'g'ri eshitmadingiz. 79.500 dollarga mana shu ikki etajli xonadon, lokatsiyasi temi. Bunyodkor mahallani ko'p odam bilsa kerak. Yangi 1650 bo'ladi. Mana shu xonadonimiz gapimga javob. Yangi 1650 dan men shundoq qarab chiqdim. Hech qayerdan 70 ming, 80 ming, 90 minggacha uy topa olmaysizlar. Mana shu xonadonni sizlarga 79.500 dollarga beraveramiz. Kompaktli xonadon. Zilon zonalarga qilib qo'ygan. Bu yerda sizning oshxona bonusga mebellarni yasatib qo'yib turadi. Bu yerda sanuzelimiz bo'ladi. Birinchi etajniki ko'rishingiz mumkin. Har bitta etajimizda bittadan sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xona, bu yerda ham bitta xona. Chiroyli aboylar, narxlarni ham yaxshisidan, xudo xolisa, aboylari qilingan. Bu yerda orqa hovlisi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Lustralar garchi har bitta xonamizga taqib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaymi aka, bu yerda kanalizatsiyasi bor, postoyanniy suv, gazdan muammo yo'q. Sizlarni ko'rasizlar kengligini. Hop, endi ikkinchi etajga chiqqanimizda o'ng tomonimizda polni Bunyodkor mahallani ko'rinib turadi. Bu yerda yana bitta xonamiz, bu yerda общий sanuzelimiz, ikkinchi etajga. Bu yerda yana bitta xonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Orqa qaragan oynalari zal bo'ladi. Bu yerda yana bitta detskiy xonamiz joylashgan. Bu xonadon Bunyodkor mahallada joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga nomer telefon qilib tez baraka qolasiz. Gapimga javob beraman hozir ham. Bunyodkor mahallada bunaqa narxga xonadon yo'q. Kelib ikki etajli xonadonni xarid qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomer telefon qilib tez baraka qolamiz.